Hammamiz yoqtirib ichadigan ichimlik Yeger. Yeger vitaminlik energiya ichimligi. Hiç bo'lmaganda dadamni o'zim o'ylab qo'yan fikam. Uning ustiga dadam sizga shunchalik amroq. Bunda zarbiga bardoshlik berarlarmi? Siz o'ylab vaqtingiz muhkam. Dildar, oğlum, sen endi öz turmuşunga, özün karvan biş bolduğun küllerin yetip kelyapti. Cemiyet topudaki yaş atanla qatardan o'rin olasan. Morangdan tutun chiqqan kundan boshlab her türlü mesele senin qandaq bir taraf qilishingni kutib turdi. Mayli qandaq qiyinchilikqa duch kelgin, tamkin, eg'ir bisiq, ochiq yo'riq bo'l. Shundaq qilsam, har qandaq masala seni tavlaydigan, sen bilim oladigan kursga o'zgardi. Qarsam, nana bek aki cho'ng'ilganda qiladi. Vaqtning o'tishi bilan uning mijoz xarakteri o'zgarib boradi. O'xshamagan ikki oila muhiti, o'xshamagan sharoitda tarbiyalangan ikkinglar to'ydan keyin yangi bir turmushga duch kelasizlar. Shunga nananing ortiqchiligini ko'proq ko'rgin, kamchiligini eslab olma. Ko'ngli qorning kang bo'lsin. Bu jihatda men sana ishinaman. Oilangning aminligi, inoqligi, xotirjamligi ikkinglarning qo'lida bola. Rahmat dada. Rahmat. Yaxshimisiz qizim? Voy dadam, yumda xo'sh qilsa meni. Gel. Voy. Yaxshimisiz qizim? Telefon qilib qo'yib kelsan-chu dada. Qo'roning oldidagi restoranda mehmon qildim seni. Bek isil içipti diyene. Bek şuşen diyene dada. Bir iş bilen məhəllənglərdən ütüb ketiyatdım. Doqmuşdiki qasab yenilan bir yerli qoyunu soyuvatqanlıqqa gözüm çüp qaldı. Balam Eldarmı onun da yaxşı köşlərini öyge ekirdi deymen deb. Oylab ki vaqt qalsam iştin düşkülüklik vaqti bakken. Yeni soyulgan göz şamaldı kurup suyu keçip kalmasın deb. Şunu xiyal qilib elvaqandım. Bilme. Sizge bu işlerini apmanız üretmegen. Biz sizni əhtualab, asırab, öy işlerine çoldu terbiyelab koygan. Ey bizde kızım. Ya. Bugün ben sizge məşğulat ən addi şorib silishni ötüb qo'yay. Aka men kerak. Ma.
ko'nglingizga bir ishni tuyib atadi-ku deyman. Qısab qalğan Sazaqcan, çay demlab kirdim. Qan qiziq içib eling. Onun qarang. Men bu rasmni yo'qitib qo'ydim deb ko'nglim bak yerim bo'lgandi. Bugun tasaddufiy qo'limga uchib qoldi. Canım balam, appak qozam. Şiirmişilning yaqi, sizning kitabingizning qetib turibdi. Endi 2 minut menda to'sig'i bo'la. Canım qozam. Bo'pti. Siz saqlab qo'ying. Lekin balalarga bir necha parcha ko'paytib berling. Bu bir yoshga to'shqan vaqti-ku deyman. Yo'q. 1 yosh 2 oylik bo'lgan vaqt. Siz degandek emas. Bu şehirde bu işini puturgan hem puturaladigan bir adam var. Kim o? Kimni deysiz? Vay sizga dağıtman go. Bu şehirde bu işini puturgan bir adam var. Anlagansiz? Təliniz var çokan kensiz. Rahmetli ben. Bu adam den menşur. Ha işxan kilan. Vay rahmetli ben. Hazır rahmetli avansınız iş bitkenlikin nimi deysiz? Ha mabla. Kaçan mı tüge bu aldıraşçılık? Bugün bak çıkarğanın rahmet aka. Tüzlük mafkam. Bu şehirde en yaxşı gördüğün inimden bir sen. Pul olsa ten xijlaymiz. Ticaret olsa birlik qilmizligini afkam. Meni izlab kelganim qaraganda muhim bir ishim var o'xshamanda. Degina. Şu bir ishga yordam qilgan bo'lsang aka. Kechir afkam ha. Ha? İzlab bardingmi? Yo'qmikan? Unda o'z o'zing izlab bormamsan deyman. Nam qilma. Degina afkam. Vay, bola. Ha, qozam gap qila. Dostumni mehmon qilmoqchi edim. Ishimiz yo'q o'tiribdi. Voy, ma'qul, bola, mana hozirla. Jo, mana hozir. Bu bolamning pek qo'li uchiq bo'ldi jimu. Mush kun dedikdek oqis og'iylarni ergashtirib yurib, mush mehmon qilgan. O'g'il bola emas. Mana ketdi. Bu bolamning shunchalik adabligi, mush shunchalik aqlliligi, mush bolamni ko'rsam suyunib ketaman degan adash. Bola deganni-chi adash. O'zining ixtiyoriga qo'yib berib, erkin ozoda puldan qismay azatchandek cho'ng qilsa, ertagun oliy maktabni bitirib kelsimi, do'stlarining oldida bizning nanadek to'tning oldi bo'lib, olmasdek baqirib turdi emasmi? Jinim adash, nanagu bir güher oltinim. Oye, qudlaringcha do'ppisni qo'shib osmonga atsa bo'ladi. Kelindan tali chiqar, shunchalik chiqar. Azatcan balam, yonim bo'ldi. Bugun matematikada o'tamandim. Ha. Oldin sen bilan ko'rishmadim. Voy, bo'pti qozam, bo'pti, ko'nglingni yerim qilmag'ina. Darsda yaxshi bolalarcha, ba'zan chaqda shunda tuvan nomerlarni ap qoladi. Ko'nglingni yerim qilmag'ina jinim balam. Oye, hech qisi yo'q qozam. Muallimning ko'rishicha, mana men bilan ko'rishdi. Biz seni beqib cho'ng qilgan jinim balam. Matematika natijangchi qara. Mualliming bilan maktabda qoladi. Sen o'qish bitganda buxgalter bo'lamsan. Voy jinim balam, xotirjam bo'l. Kechda do'stlarimdan kino ko'rib, vaqtram qaytmariga. Xo'sh. Balam Oy, mush balam, bek oldiraqsan. Sizlar paringlarni qilaveringlar. Men sirtga chiqib havo yeb kiray.
Şundan alalım. Oy. Ne acı? Kimdi o? Oy, Leyla Xanca obdan duruplar, tez duruplar. Oy, qaysi alıp turib kirdi. Kızla. Voy, Leyla Xanca obdan durupmi? Yaxshi. Ne alay? Yak. Qani. Ko'rmaslar. Qurg'islar, kaslar. Qani kaslar. Oy, bir qaysi alıp turib kirdi Leyla Xanca. Bizning öygüm qadamlari yetdi ekan. Vay kelimen, biz hoşnu kulum tutsak. Kanda bir öy içi bana. Yaxshi. Hoşnu kulumla Xumaxanni Mısıl'ın öyde degeçken ben aldıraşla uçtum tut kırıp kaldım. Bo'pti. Mısıl'ın oğul Azatcan Kudret Mıdır'ın oğlunun kapıqını yeri bitip tıkadılar. Doktorxan kapırıp beşip tikip geldi. Ahval xeyli eğir. Leyla Xada, sil Qudret Müdürning elchisimi? Fatima. Sta. Leyla xonada xappamısılar. Kapamadım. Karışlar. Ma dostları Xumaxan'ın oğlu Kudret Mıdır'ın oğlunun kapıqını yeri bitiptiken ben bir haberlendirip koyay dep kirdim. Bunun neri hata, bunun neri yaman, bunda dirslik kanda oldu. Men şunun hoşunları Leyla nedirler buluna. Men taz tanıyanmay kaldım o kandak. Leyla xonada. Hoş. Sizlar bizning qo'shnimiz bo'lgandan xalqning dumbiqini chamizlar bo'lmamdi. Karışlar singlim. Kişinin dumbiqini çammadım. Mısıl'ın öy tarafki ekip etiptiken. Biz hoşnala aldın tosap hizmet işlep doktorga evvel balını apırlı dep yolu saldık. Eğer kelgen bulsa gayga çoğun öp getip karışlar. Onun için çoğun yerden bulamdı o. Voy rahmat. Leyla Xada, bizni cho'ng g'avg'odan qutuldiriblar emasmi? Sizni bek avval qutuldi. Undaq demen xuma. Iroqdagi tuqqandan yaqin qo'shni a'loda beka etmagan. Mana qo'shinlar halqiliq paytda asqatibdi odamga. Biz Leylaxon adimizga rahmat desak bo'ladi. Siz undaq degan bilan ba'zanlarcha bizning bu qo'raq ko'chib kelganimizga faqat xushal bo'lgani yo'q. Şun xalqlarning gapini anglab, bizning dilimizgacha azob beryapti. Ranjimizlar. Men chiqaya, ishning oxirini o'ylabroq qo'yala. Ma'qul men oldiraydim. Turib qolsa, ma'qul. Şöhret fikam. Hazır kılmış kıyafetten bu dava karsam özenge sığıp kaptı cuma fikam. Şavketga, hazır şöhret, şirketimizin g'ulluq xodimiga aylanib qoldi. Shundaqmi? O'z vaqtida Shavkat akamni izlab kelganing bir hisobda obdan bo'pti juma fikam. Sizlarmi beshimni silmagan bo'lsanglar, bu kamgacha nada tantirab yaratdim ketan. Bu Shuhrat yangi kelgan vaqtda Shuhratga hargiz o'xshamaydi. Bu asosan o'zining tirishchanligi tayinib, kasbdoshlarini oldiga o'tib ketdi Shavkatga. Siz mana shunday qattiq talablarni qo'ymagan bo'lsangiz, men bu shirkatda bunday tashlab tura olmaydim. Rostini aytsam, ammonlarning oldida nihoyat xijilman. Ota-onamga jafo silib, ularni bu yerga avatganligimni o'ylasam, nomusga yer kirib ketgandek bo'laman. Bir yilning yangi vaqtni nima deb bekor o'tkazayotganligimni o'ylasam, pek pushaymon qilmayman degan Shavkatida. Bu bir tajriba savoq bolam. Buni to'g'ri yakunlasan, keyingi ishlaringga foydasi tegadi. Sen jamiyatga amdili qadam qo'yding. Turmush yo'li tub-tuzli bo'lmaydi. O'zingning iqtidorini bilganligingning o'zila bir muvaffaqiyat. Shavkatga, Shuhrat kelgusida mendimi ish bitganda qiladi juma. Buningki o'zimning yurtida bu quruq mevini pishiqlab ishlaydigan bir zavoddan birini qurg'im bor deyapti. Yaxshi. Yarasha o'g'lim. Agar yolg'iz eglik tiklash niyati kelgan bo'lsang, hammamiz barliq kuchimizdan seni qo'llaymiz. Qanday dedim bular? To'g'ri, albatta qo'llaymiz-da. Mening o'zimning bu xeylidan buyon
aş tarafda muşuna o'xshash shirkatning birini qurg'im bor. O'zingizga ma'lum, yurtimizning quruq mevalari davlatimizning ichi va sirtida nihoyat danqisi bor. Bozorimi nihoyat ishtek. Uning ustiga bu mevalarni biz boshqa tijoratchilarda sotib olamiz. Bozorning ehtiyojini faqat qondirolmayapmiz. Gov direktorni atkildi da'vatlatimizga. To'g'ri, u atkildi. Gov direktorning shirkati davlat va ishchi sirtida maxsus mushu quruq meva tijorati bilan shug'ullandi. Agar suftigini ko'z yetib qoldigan ish bo'lsa, qo'limizdagi mush mevalarning hammani ular setib oldi. Shohratning bu maqsad amalga oshib qoldigan ish bo'lsa, bu quruq mevaning hammasini mushunda olamiz. Ha? U chaqda buning ham foyda, bizga foyda. Ikki taraf teng foydalanadigan gap qo'y. Shirkat qurmadligini anglab, onun qo'shalligidan nima qilarni bilolmay qoldi. Endi bizning yezdagi urug' tuqqanlarmi nihoyat xush bo'lib ketibdi. Bizning yezdagi har xil har yoz mevalar bor. Ham ular bahsi balki qasam. Yana vaqtida sotolmay, zoya qilayotgan dehqonlarimiz bek ko'p. Uka, sizlarning u yerda oliy maktabni bitirib kelgan yoshlarmi bordi? Bataga. Ular bizning yezdagi maktabga taqsim qilib kelsa-mu, uzoq o'tmay yana bir-birlab ketadi. Yaqinqi yillardan buyon ular ketmay turib edi. Uzun yerdagi bolalarning qaddi ko'tarilib qoldi. Nima demagan bilan o'qigan odam yana boshqacha bo'ldi ekan. To'g'ri. Agar men u yerda korxona qura olsam, necha 10 kishiga bo'lsa-mu naf yetkazoladiganligimga, tez ko'klab ketoladiganligimga ko'zim yetdi. Ansirma. O'zingga ishonchli bo'lsa, munosabatlik o'rinlarning qo'llashini qo'lga keltira olaysan. Kim qo'nchoq degan? Qo'chaqchi. Onsam idoraga yetkazib keldi deydi-ku. Bizlar qo'nchoq qilmaydi. Kundashlik tutmasin deb qasdan tunmasga sevagansiz o'satangni. Pisingga dikilib qo'ysa, ko'zingiz chiroyli ko'rinib ketib, vaqtcha idorangizga yetkazib olgansiz. Nimalarni deydigansiz? Nim bilimi o qo'nchoq deganlaringizni? Qo'rodagi Qosimning qo'chqin tunimaydi ekansiz-da. Siz haliqi Qosim kamning qiz Podigulni da'vatga qo'shmoqsiz. Xo'jam, menga bir qarang. O qo'cha qachondan siz gil ko'rinib qolgandi? Qosim birdamda sizdan jinomatingiz bo'lib qoldimi? Potigulda. Ey ahmoq xotin. Mening xizmatdagi raqobatishim dal shu cho'kan. Bilamsan? Bu filmimizni pokizlikning elchisi, cho'ng kichik ayol hammalarga mos keladigan Leyanda tushirish birkimiz qatorliq yurishlik mahsulotlarni ishlab qo'ysak sog'an DKI Leyanda kirimchiligi alohida qo'llagan. Har xil tipdagi al-ravon post apparatlarida Yunshanfo, Undidar, al-foyda skanerlab pul to'lash, bank kartasini surtish kasbi. Har vaqt har joyda avtobus kartasi, tok kartasi, qatnash jarimonasi, telefon puli, poyezd bileti ham telegraf kartasini bejirish qatorliq xalqqa qulaylik ko'p iqtidorlar bo'lishdan boshqa banka birlashmasining Yunshanfo kasbini ishlatib ko'plagan e'tiborlarga erisha olasiz. Al-ravon post apparati tijorat va turmushingizdagi eng to'g'ri post apparati bo'la oladi.